Va nihoyat insoniyat yorug'lik tezligiga erishdi. Deyarli faqatgina farq milliondan birni tashkil etadi. Va ana o'sha tezlikda harakatlanadigan kema orqali insoniyat va nihoyat 300 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan Betelgezi degan sayyoraga yetishga muvaffaq bo'ldi. Eng qizig'i, u sayyorada hayot bor edi. Insonlar ham bor edi. Biroq Betelgezdagi ongli mavjudotlar insonlar emas, maymunlar edi. Tanishing, 1963-yilda fransuz adibi Pyer Bull tomonidan yozilgan Maymunlar sayyorasi kitobi. Avvalambor assalomu alaykum do'stlar. Men kitob tahliliga xush kelibsizlar va nihoyat 19-kitobga ham yetib keldik. Demak, boya sizlar bilan yorug'lik tezligi haqida gaplashdik. Demak, deyarli shu tezlikka erishgan kema orqali Betelgezi sayyorasiga yetib borgan uchovlon bosh qahramon Ulis va uning ikki sherigi u yerda g'aroyib voqealarga duch keldi. Avvalambor u sayyora Yerga juda ham o'xshashligiga to'xtalmoqchiman. Ya'ni u sayyora Yerga shuncha o'xshash ediki, u yerda hattoki mashinalar bor edi. Samolyot, bino, ko'llar, hamma narsa bor edi u sayyorada. Ya'ni Yer bilan bir xil edi deyarli. Lekin u yerda hukmronlik, to'laqonli maymunlar qo'lida edi va u yerda maymunlar ongli mavjudot hisoblanardi. To'g'ri, u yerda odamlar ham bor edi, ammo odamlar u yerda juda ham bir ongsiz mavjudot hisoblanardi. Bu uchovlon u sayyoraga yetib borishgandan so'ng qaradiki, odamlar bor, ular bilan suhbatlashmoqchi bo'lishdi, ammo o'ziga o'xshagan odamlar hech qanday bir tilni bilmasdi, hech qanday bir ular bilan salomlashib bo'lmasdi. Va ular endi qo'ngan yangi sayyorasida mana shu bir ko'lda cho'milib turishganda birdaniga gorillalar hujum qilishni boshladi. Qarangki, boyagi odamlar kiyimsiz edi, ammo gorillalarda kiyim bor edi. Ularda miltiqlar ham bor edi. Xullas, boyagi odamlarni ovlashga tushib ketishdi. Shu yerda bu 3 ta sheriklardan biri, bittasi halok bo'ldi va ikkitasi qo'lga tushdi. Bosh qahramonimiz Ulis hisoblanadi. Demak, voqealar shu bosh qahramon bilan aloqador bo'ladi. Ismini eslab qolinglar. Demak, Ulisni gorillalar shu tutib olgandan keyin ularni shu qafaslarga solishdida, borib mana shu bir qancha odamlar yig'ilib turgan boshqa bir qafaslarga solib qo'yishdi. Qaranglar, ya'ni qafaslarda odamlar bo'lardi. Ularni tekshirishga esa maymunlar bo'lardi. Ya'ni maymunlarni u yerda o'zini bir iyerarxiyasi bor edi u sayyorada. Ya'ni masalan, gorillalar harbiy va siyosiy kuch bo'ladigan bo'lsa, orangutanlar esa sudya va mana shu fanning ma'lum bir tor sohasi bilan shug'ullanadigan mutaxassislar edi. Undan tashqari shimpanzelar esa kashfiyot, ilm-fan bilan shug'ullanadigan bir tur edi. Mana shunaqa ularni o'zlarini bir turlari bor edi. Ular xuddi Yerda qanday odamlar maymunlarni qo'lga o'rgatadi, shunday qilib ovqatlar, ya'ni banan, boshqa narsalar olib kelib, boyagi qafasdagi odamlarni qo'lga o'rgatardi. Ammo bu bosh qahramonimiz Ulis ongli mavjudot edi. Boshqalarga qaraganda u yerdagi odamlar, ya'ni ongsiz edi, hayvonga o'xshab harakat qilardi. Va mana shu o'zini ongli mavjudot ekanligini boyagi maymunlarga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. U yerdagi maymunlar mana shu o'zlarini bir ma'lum bir tili bo'lardi, o'shanaqa tilda suhbatlashardi. U yerdagi odamlarga qarab turadigan ma'lum bir maymunlar ajratilgandi. Ulardan biri Zira laqabli mana shu ayol maymun edi, urg'ochi maymun edi. Bu yerdan kelgan bosh qahramonimiz Ulis mana shu Zira bilan til topishga harakat qildi. Va qarangki, bir necha vaqt o'tgach, bu Zira uni tilini tushunishni boshladi, ya'ni harakatlarini tushunishni boshladi va Ulis ham ularni tilida ba'zi narsalarni o'rganib oldi, ya'ni gapirishni. Ammo bu qarab turgan Zira bu shimpanze edi. Boshqa mana shu maymun turlari, boshqa nimalar bu bilan muloqot qilayotganini ko'rmasligini xohladi. Nima uchun boshqa maymunlar bundan xabar topishni xohlamagandi u Zira desak? Chunki agar buni bilib qoladigan bo'lsa, boshqa turdagilar ma'lum bir
boshqa bir yovuz turlar bor edi. Kitobni o'qish orqali bilib olsanglar bo'ladi. O'shalar agar uni bir ongli mavjudot ekanini bilsa, uni mana shu miyasini ochib, qandaydir bir laboratoriyalarga olib borib, bir ishlar qilishi mumkin edi. Shu sababli Zira ularga bildirmadi buni ongli mavjudot ekanligini. Qarangki, qizig'i, u sayyorada, maymunlar sayyorasida kongress ham bor edi. Shunda Zira aytdiki, agar seni ongli mavjudot ekanligingni kongressni o'zi biladigan bo'lsa, jurnalistlar bilan, qarang, jurnalistlar ham borda u sayyorada, ya'ni hamma narsa bor. Yani jurnalistlarni oldida, o'sha kongressni oldida sen agar nutq so'zlab o'zingni mana shu ongli mavjudot ekanligini aytadigan bo'lsang, keyin senga hamma ishonishadi deb unga aytdi. Bir necha vaqtdan keyin kongressda nutq so'zlash imkoniyati paydo bo'lishini boyagi Zira bilardi. Zira boyagi shimpanzeni eri bor edi. Eri esa o'ziga o'xshagan shimpanze edi, ismi Cornelius edi. Cornelius mana shu ilm-fan bilan shug'ullanardi. U birinchi marta mana shu Ulis bosh qahramonimizni, yerdan kelgan qahramonimizni ko'rganda, u bilan suhbatlashganda hayron qoldi. Aytgancha, o'sha Ulis ularni tilini qanchadir darajada o'rganib bo'lgandi. U mana shu kongress yaqinlashgani sari o'sha yerda chiqish qilaman deb, suhbat qilaman deb ancha narsani o'rganib bo'lgandi. Undan tashqari esa bu qafasdaligida birinchi boshda u bilan birgalikda Nova ismli bir yovvoyi o'sha qizni birgalikda qamab qo'yishgandi. Unga ham anchagina mehri tushgandi. Uni shuncha qo'lga o'rgatmoqchi bo'ldi. Odamiylikni o'rgatmoqchi bo'ldi, ammo u o'rganmagandi. Nima uchun uni ismi Nova, u yerda shunaqa ism bormi desangiz, aslo yo'q. Nova ismini bu yerdan kelgan Ulis bosh qahramonimiz o'zi qo'ygandi. Sababi bir kelayotganda yerdan bu Betelgeze nomli, hozir bular yashab turgan maymunlar sayyorasining nomini bu Betelgeze deb qo'ygandi. Bu Betelgeze sayyorasida kelayotganda yo'lda mana shu bir chiroyli bir yulduzni ko'rgandi va unga Nova deb ism qo'ygandi bular, ya'ni uchovlon. Keyin o'shandan ilhomlanib bu qizga ham juda ham chiroyli qiz edi, o'zi yovvoyi bo'lishiga qaramasdan shu ismni qo'ygandi unga. Xullas, oradan vaqt o'tdi, kongressga nutq so'zlash vaqti keldi. U chiqib nutq so'zladi va hamma lol hayron qoldi. Va kongress uni ongli mavjudot ekanligini tasdiqladi. Shundan so'ng u qafasdan chiqib, mana Zira bilan uni eri Cornelius bilan birga yashashni boshladi. Ammo boyagi Nova laqabli qizni ham u mana shu ko'rib turishga borardi. Ya'ni unga ancha mehri tushgandi. Ya'ni orada ko'plab voqealar bo'ladi. Kitobni o'qish orqali bilishlaring mumkin, nima uchun ular juda ham yaqin bo'lib ketgan sabablari yozilgan. Xullas, bu Zira laqabli shimpanzening eri Cornelius ilm-fan bilan shug'ullanardi, u qazilma bilan shug'ullanardi, ya'ni boshqa bir shaharda. U yerga mana shu bosh qahramonimiz Ulisni ham olib borishga qaror qildi. U yerga u bilan birgalikda borganda, xullas bir topilmaga ko'zi tushdi va juda ham hayratdan lol qoldi. Sababi u yerda qo'g'irchoqni topgandi, boyagi Cornelius shimpanze qo'g'irchoqni topgandi va bu Ulisga, yerdan kelgan Ulisga uni topshirdi, berdi. Ulis uni ko'rdida hech qanaqa birinchi nima qilmadi, ya'ni e'tibor qilmadi unga. Keyin miyasiga tepdi, ya'ni bu odam shaklidagi qo'g'irchoq edi. Keyin u o'yladiki, bu yerda minglab yillar oldin, demak, insoniyat yashagan ekan, so'ng insoniyat qirilib ketib, shundan so'ng bu yerda mana shu maymunlar hukmronligi boshlangan degan u xulosaga keldi. Xullas, nima bo'lmasin, u yana izga qaytib ketishga, yerga qaytib ketishga qaror qildi. Ya'ni shunaqa qaytib ketaman dedi. Uni o'zini mana shu kelgan bir kemasi bor edi. Ya'ni kelgan bu yoqqa uchib kelgan kemasi bor edi. Ular bu Betelgeze nimasiga, sayyorasiga faqatgina ma'lum bir qismi bilsalaring, misol uchun uchib borsa, uni yangi sayyorani orbitasiga kirishda ma'lum bir narsa mana shu kemadan ajralib chiqadi, yengilroq narsa. O'sha orqali ular qo'ngandi. Asosiy qismi esa bu atmosferaga kirmasdan u tashqarida qolgandi. Bu o'shanga yetib olishni niyat qildi. Xullas, qanday qilib yetib olsam bo'ladi dedi. Aytganimdek, bu sayyorada maymunlar ancha rivojlangandi ilm-fan sohasida ham, ammo mana shu kosmos sohasida
judayam rivojlanmagandi, endi rivojlanish bosqichlari bo'layotgandi. Endi ya'ni odamlarni mana bu kosmosga chiqarishni tajriba qilayotgandi. Misol uchun bizda ham birinchi marta maymunlarni osmonga uchirishgan-ku, ular esa xuddi shunday odamlarni shunday qilib tajriba qilishayotgandi. Yaqin orada, ya'ni mana shunaqa tajriba bo'lishi kerak edi. U tajribada bitta erkak, bitta ayol va bitta bola bo'lishi kerak edi. Shundan so'ng boyagi ekspeditsiyaga Korneliusdan ruxsat so'raydi, boyagi shimpanzedan. Aytadiki, bizni qanday qilib bo'lsa ham o'sha ekspeditsiyaga bizni kiritishing kerak. Men o'sha bu atmosferadan chiqib, o'z kemamga yetib olishim kerak deydi. Xullas, boyagi Kornelius ilm-fan bilan shug'ullanadigan odam edi. Qo'li ham yaxshigina ko'p joyga yetardi va bir amallab yerdan kelgan Ulis, bu yoqdagi Nova va ularning farzandini xullas boyagi uchirilayotgan kemaga ularni o'tkazishadi. Keyin ular mana shu kemaga o'tgandan keyin uchib, boyagi o'zini hali butun qolgan kemasiga borib, xullas bir amallab o'tib oladi. Shunaqa bir fantastik narsalar bo'lib ketadi. Xullas, kitob o'zi fantastik kitob. Keyin xullas o'tib olgandan keyin yerga qarab yana qayta uchishni boshlaydi. Yerda esa deyarli 7 asr o'tib ketgandi, ya'ni 700 yil o'tib ketgandi. Ular mana shu bir amallab borib yerga qaytadi. Yerga qaytganda esa ular mana shu yerga qo'ngandan keyin ochadi, o'zlarini anaqa kemalarni ochib qaraganda ularga qarab maymunlar yugurib kelayotgan bo'ladi yordamga. Ya'ni kiyim kiygan maymunlar, ongli maymunlar ularga yugurib kelayotgan bo'ladi. Ya'ni yerdagi hayot ham 700 yilda o'zgarib ketgan bo'ladi. Odamlar hukmronligidan maymunlar hukmronligiga o'tgan bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa bir fantastik asar ekan bu. Demak, bu Ming kitob tahlil loyihamizdagi 19-kitob edi. Keyingi tahlillar qaysi kitoblar haqida bo'lishini izohlarda yozib qoldiringlar. Shunga qarab, misol uchun kitob tanlashim ham mumkin. Videoga albatta like bosing. Bu orqali YouTube videomizni ko'plab boshqa O'zbekiston foydalanuvchilariga tavsiya qiladi. Demak, bugunga shu, keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.